Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana karlik baran quyonimiz tug'ishga joy tayyorlayapti. Hashaylarni tishlab og'ziga to'plab toshiydi mana. Tug'ish joyiga tashlab chiqdi, mana keyingisini olib chiqyapti. Mana buni ham toshiydi hozir. Og'ziga to'plab olib keladi. Ayrim quyonlar tug'ishidan bir hafta oldin ham toshib qo'yadi. Yangi quyonchilar aytib o'tay. Tug'ishdan bir hafta oldin joy tayyorlab qo'yadi. Ko'p lichkalarda ko'pchilik so'raydi, hashay toshyapti, qachon tug'arkin deb. Yo'q, bu mana bunga hozir bir hafta bor tug'ishiga. Ayrim quyonlar bir hafta oldin ham toshiydi, ayrimlari 2-3 kun oldin, ayrimlari tug'iydigan kuni, yana bir ayrimlari tug'ishidan yarim soat oldin ham toshiydi. Hashay toshib joy qiladi, keyin tug'adi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab boramiz. Allohim xayrli qilsin. Barakotli qilsin ilohim. Shtiratib bosyapti tug'ish joyiga. Bittadan shundoq like bosib boramiz. Hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Quyonchiligimizga ham, hammamiz quyonchiligimizga, fermalarimizga baraka bersin ilohim.